9 kun mobaynida Namangandagi Fayzli xonadonimizda asosiy fasad qismlariga, sokol fundament qismlariga gipki kamerlarimizni to'liq o'rnatib, uy xonadon egalariga topshirdik. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Nimalar qildik, qancha ketdi, sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Xonadonimizning devori va sokol qismlariga 176 kvadrat gipki kamerlarimizni o'rnatib berdik. Xonadon egalari bilan doговорga kelsak, 1 kvadrat gipki kamen kamenni yopishtirish uchun maxsus kleyga va gipki kamenni yopishtirib bo'lgandan keyin yuzasiga maxsus laka yetkazib berish xizmati va gipki kamenlarimizni devorga o'rnatish uchun usta xizmatlari ichida dogovor qilgandik. Xonadon egalaridan qo'shimcha materiallar, ya'ni devor tekkizlash uchun kafenlik kley, gipsokardon va gruntovka, les arenda, 3 mahal oziq-ovqat va yotoq joyi bilan ta'minlab berishdi. Общий расход xonadon egalariga 16,8 million kelib tushdi. Xonadonda yanada yorqinroq ko'rsatish maqsadida gipki kamerlarimizni asosiy fasad devoriga молочный svetdagi gipki kamerlarimizni o'rnatdik. Fundament sokol qismiga qora rangdagi gipki kamerlarimizni o'rnatib berdik. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab 1 kvadrat gipki kamen maxsus kleyga maxsus laka yetkazib berish xizmati va gipki kamerlarni o'rnatib berish uchun usta xizmatlar ichida devorda holatiga qarab 90 mingdan 110 ming so'mgacha gipki kamerlarimizni asosiy fasad va sokol fundament qismlariga o'rnatib kelyapti. Bizga gipki kamen ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Do'stlar, kimga gipki kamen to'g'risida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilib, to'liq ma'lumotni olishlari mumkin. Gipki kamerlarimiz devorga va xonadonga qanchalik darajada yarashdi? Agar sizga yoqqan bo'lsa, kamtarona mehnatimizga o'zlaring baho berib, fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Siz istagan rangda va zamonaviy ko'rinishda tez va sifatli qilib gipki kamerlarimizni buyurtma asosida tayyorlab, uyingizga o'zimiz yetkazib olib borib, gipki kamerlarimizni devoringizga o'rnatib beramiz. Ushbu videoni yiliga devorini remont qiladigan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.